Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar, o'quvchilar. Bugun bizni butun O'zbekistonda Saidahmad yozuvchimizni bilasizlarmi? Hozir shu yerda asarlarni qo'yib qo'yamiz. Shu yozuvchimizning tavalludlarini 105 yilligi. Bu kishi kim bo'lgan degan savolimizga Saidahmad qachon tug'ilgan degan savolimizga hozir qisqacha ma'lumot berib o'taman. Saidahmad 1920-yil 10-iyunda Toshkent shahrining Samarqand Darvoza mahallasida tavallud topgan. U yozuvchining asosiy bolaligi adiblar bilan o'tadi. Qaysi adiblar bilan? Elbek, Oybek. Oybekni ham bilasizlarmi yozuvchimizni? G'afur bilasizlarmi? G'afur qanday kitob yozgan? Shumbola asarini yozgan. Shumbola asarini yozayotgan vaqtda Saidahmad gazetada ishlaydi. Har yozgan vaqtida Shumbolani G'afur gazetaga berib turgan bo'ladi. Shu yozayotgan vaqtda Saidahmad G'afur oldiga borganlari, yo'qotganlarim va topganlarim asarida yozib qayd etilgan, yozib o'tilgan. Juda kulgili holatlari tasvirlangan. O'sha vaqtda hoji haqida yozayotgan vaqtida Saidahmad borib qoladi. O'sha holatdagisi tasvirlab o'tilgan yo'qotganlar va topganlarimda. Va Saidahmad juda qiziquvchan bo'ladi. Bir necha sohalarda o'zini sinab ko'radi. Rassomlikka qatnaydi maktabiga, keyin yana qaysidir nimaga, fotochiga shogird tushadi va doktorlik maktabiga o'qiydi. Bir qancha sohalarda sinab ko'radi. Keyin san'atkor ham bo'lmoqchi bo'ladi va Nizomiy institutida, pedinstitutda o'qigandan so'ng Mushtim jurnaliga ishga kiradi. Bir qancha jurnal gazetalarda faoliyat yuritadi, ishlaydi. 50-yillarda esa millatchi sifatida qamalib ham chiqadi. O'sha SSR vaqtida millatchi sifatida ham qamalib chiqarilgan va Saidahmad asosan hikoyanavis sifatida tanilgan. Uning hikoyalaridan Cho'l burguti, keyin Qora ko'z Majnun, mana hozir shu yerda Qora ko'z Majnun kitobimiz bor. Bir qancha Lochin degan hikoyalari bor, juda qiziqarli. Qora ko'z Majnun haqida agar o'qigan bo'lsanglar, bu it haqida bo'ladi. Qora ko'z Majnun itning nomi juda vafodor bo'ladi. O'sha Qora ko'z Majnunning egasi ayol kishi bo'ladi. O'sha ayolning farzandidan ko'ra o'sha iti vafodor bo'lgani uchun bu kitobning nomini Saidahmad Qora ko'z Majnun deb ifoda etadi, o'sha yozadi nomini, asar nomini. Juda ham vafodor bo'ladi. Haqiqatan ham e'tibor bersanglar, it insonga do'st deyiladi, to'g'rimi? Vafodor ekan. Insonni o'z farzandidan ham hattoki it vafodli bo'lar ekan. Shunda o'sha haqida batafsil aytilgan. Yana buni o'qib chiqsanglar o'zlaring yaxshiroq mohiyatiga, mazmuniga tushunasizlar. Bir qancha hajviyalari ham bor. Hamdon Pista bilasizmi? Televizorda Hamdon Pista naqasi bor edi. Ko'rsatuvi. Kulguli hajviy ko'rsatuv ko'rgan bo'lsanglar, men ko'rganman shunda. Hamdon Pista yana bir qancha o'sha hajviy asarlari bor. Bu yerda insonlarni o'sha noqisliklari bu kulguli tarzda ifoda etilgan. Yana romanlar bor. Romanlardan mana Ufq romani trilogiyasi, bu 3 ta bo'limdan iborat, 3 ta bobdan. Keyin Jimjitlik romani bor va yana sahna asarlaridan, sahnada namoyish etilgan mana film ko'rgan bo'lsanglar, Kelinlar qo'zg'alonni ko'rganmi, hamma ko'rganmi shuni? Hozir ham namoyish etiladi. Bu necha yillardan beri televizordan o'z o'rnini hech qaysi bir asarga berayotgani yo'q-da. Hali ham trendda deyman, chunki haqiqatdan rost bu hayotiy, kulgili va hayotiy, juda qiziq olingan. Mana shu asarlarning muallifi. Yana bir qancha mana shunday asarlarning muallifi va shu asarlarning muallifi bo'lgani uchun ommaga bir yoqqan, har bir yaxshi ko'rgan bir sevimli yozuvchimiz, xalq e'tirof etgan bir qancha mukofotlar sovrindori, O'zbekiston xalq yozuvchisi, do'stlik mukofoti ordeni sovrindori, keyin yana O'zbekiston qahramoni unvoni sovrindori hisoblanadi.